계속 아ç. İçine çok balık var. Onu söyle kadar. Yaxşı. Hadi ben sen geldi. O da meşgul. Kat vur. Bak, onu vurup uçtun gel güzel. Qanda qurman. Küçüğünü birce. Kat vursa, tekim kat vur. Bombusa üstten güç şu alıdı. Kat vur. Bombusa üstten güç şu aldı dedim o. Texmi qattiq. Yaşaş üçün yumshaq qo'lliq qilishga bo'lmaydi. İçime quvvatdi. Uranma deb. Yumuşak kollu kımma. Bu balıklarımı küçük canlıklarını yeb yaşaydı. Keçirgin. Bizning qo'sig'imiz ochidi. Bu degan turmush amal yo'q. Hey mana! Çapsan vur! Satam sürdüm! Ha, boldu. Hem de uzak tut. Ma'qul. Joyingda jim tur. Baliq yaqin kelgan chaqda urib qirg'oq chiqirman. Tamam. Qattiq ur. Yana bir qatim ur. Urib uçtu gel güzel. Sen işkemrimle urup uçtun ketkisin. Simba! Çapsan gelip balık tutma bize. Meni aldapsın. Savaqni qabul qil.
qilib payqas bo'lishing, jonni saqlab qolish uchun tezlikda amal tepishing kerak. To'g'rimi? Yo'q, seni hargiz kechirmayman. Ixtiyoran. Ansa hikoya etma. Yo'q, cho'lam tegmaydi. Men saqag'inimdan qo'shalman. Men bu saboqni qabul qilib umr bo'yi unutmayman. Sen endi biliq tutanmayding. Sen bak, barığı çarpsın sen. Tutunayap. Chapsan o'yiq ketgan bo'ldi. O, abla bayrağımız qisilib qapti. Qalva kelsa, do'stlarimizni chaqirib so'zlasak bo'ladi. Ras, to'g'ri deding. Kimni chaqirsak bo'lar? Biliq yo'qmi? Bizni tutganlığımızda benim kılıp fakat yakın kemevatıydı. O biliqlar boshqa kichik jonliqlarni yeydi dedim. Beri jonlarni Ha, yeydi. yemeyemiz ya. Vay, beni putumda çiştim aldı ya. Hadi bir daha. Beni kusdurma. Vay okumdum. Beni kusdurma. Vay yardım kılın. Ben kalkıp gitti. Ben kalkıp gitti. Racım benim ağlısın çağırıp gel. Putumda beni kulağın çiştim aldı ya. Vay. Men öyle bitay. Hem hakul. Mitma. Vay canım. Biliq üç ilvatmakta qusqushbaq bujum qilib etdi. Aldırma. Racım alsın çakırıqlı ketdi. Qısqışbaq kichik, sen çoğun bo'lgandikin hech nima bo'lmaydi. Obdara bir qarablik mı lan çoğu? Mening burun xo'jayinim doim mushunda qusqushbaqiga aytdi. Onun putuğa qisqishmoq chalishapti. Qara, biliq bakan. Hammasi yig'ib biliqkan. Biz birni o'g'irlab kelaylik. Tez bo'l qo'sqinda kech ketdi, chapsan bol. Aklar bundan ketmaydi. Ajab bezlikkan. Shu emasmi? Baqa ciddi ama qalı. Ona ikkitaylik. Eshitib ketiraysan, qo'yib ketdi. Ketadingmi? Boshqa nima qilaylik? Tata. Maqas. مش هتصورك Ben bayağı de göçkor bile çişlemedim bir gün deptim ben. Nimlarni o'ylab ketding? Bu mayni sirsak bek og'riydi. Ammo qusqushbaqa hozirlik qilib ketadi. Bir temim, ikki temim, uch temim. Bek shifoliq maygan olis yaraydi. Sizdan bildiğinleriniz bek chiqqan. Bari o'zingni biliq tutganda payqas bo'l. Nemek bahas bo'ladi, unada xatolik yo'q. Quloq seringlar, suv hayvonlarini tushunish uchun ko'proq o'rganish kerak. To'g'ri. Voy men biliqdan birini tutqandim. U hikoya etib beraman degandi, biroq Biliqimizdan birini qopdi-ku. Kim o'g'irladi? Honduras! Qara. Kim o'g'irlagandi o? O sarangapti. Ajab tabrikka. Sen to'ydangmi, oriq? Yana Izroil. Qaramamsan. Hey, ular to'yg'anda ish qog'ini biz yeylik. Biliqni o'g'irlabdi. Bu yerda oyoq qistirdi-ku. To'g'ri, biliq burg'ib ekan, iz bo'ylab mangaylik. Beliqimni o'g'irlashib ketingan kimken bir ko'r baqay.
Benim doğrulukça esle. Qo'sqimiz eshib ketdi. Gipini de bassın. Sizlar aşık etmaqmaganmi? Men oshqolsammi, o'g'irlik qilmagan. Baru ming do'stlikni tutgan biliqni o'g'irlashga haqqing yo'q. Faruzlan saqlavatıdı. Men bilan uni oldiga bilib beringlar. Top buyruq. Ularning jamiyati hajat murakkabkan. Bizmi azroq keylik. Andin ko'pchilik chaqiraylik. Ma'qul. Qaranglar, bir narsa o'sib kelyapti. Nimada u? Qani tishqu. Bek tez o'zidi ekan. Otdan qarab baq, Bimbo. Sandıqkan. Dostum Baro, bu senin mi? Ha? Buni qirg'oqqa chiqay oldi bile. Acaba ağır bu. Meni ansiravatqinin. Men ko'rib baqay. Oh, hasharat to'riskan. Bu bexatarlik odamlar yasagan. Ustiga skript chizib qo'yibdi. Zodi nimaligini uqammidim. Adinaridan so'raylik. Unaqa chaqilmanglar. Biz beli qo'g'irsin topdik. Semiz bilan o'rikkan ular nima ish qilib bunday qiladi? Birla, izotatmay, mushuna qilishdimi? Men bir jamoat tutgan baliqni yorlarga fursatni bo'lib, senlar o'g'irlab ketibsan o, ha? Yo'q bular. Qaranglar, ularni qo'sog'iga hazm qilmay jabon tatadigan bo'ldi. Agar u beli qasharat do'st qachlangan sandiqqa yaqinlashgan bo'lsa, ular o'ladi. Ular chuqum zaharlanganmidi? Ko'rdinglarmi? Ustida skriptning rasmi bor ekan. Bizni bayrağını yer. Bizni bayrağımız bizlere aval biz bayrağını. Hay, onun qıtaymanglar. Bu sandıqdaki narsa zaharlab qo'ydi. Odatda skript chizilgan narsalarning hammasi zaharlik bo'ladi. Bu chuqum zaharlik to'g'ri. Çapsan adinarini izleyli. Çapsan. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Jiddiylashmanglar. Deganinglar to'g'ri. Tadbir qo'llanaylik. Qaymaqlashlar tavatsizlar, men berib kelay. Biz yegan bilan zaharlangan bo'lishi mumkin. Bizni nasibimiz bu. Yaqinqa bir necha yildan beri iskelet chizilgan sanduqni doim ko'rib turyapman. Ba'zida chiq keladi, ba'zida birli keladi. Mana ma'nungdek hammasiga zaharlik to'g'ri qachlangan. Agar og'iz uchiq bo'lsa, qechib ketaman. Men bek bichar ekanman. Baliq tutamay zaharlik to'g'ri sanduqni ko'tarib chiqibman. Vaqtsizlik bu. Men keldim. Bu nima? Zaharlik doğrumu? Haşaret doğrusu. Bu yerden tespit Shundoq zaharlikmi bu? Bu bir xil zaharlik narsa. Vaqt uzargancha sanduqdagi zaharlik dora asta sirtqa chiqib, necha kilometr doiradagi jonliqni zaharlab o'ldirdi. Agar kimki bu zaharlik doriga tiyib ketsa, nəhayət qısqa müddət içində ölüdü. Bəlkə zəncirsimon ölüşni keltirib chiqarishi mumkin. Ahval çataq. Bunu o'ylasamla, tenim shurkinadir. Meni qo'sqimda beliq bor. Biz yegan beliq zaharlanmagan bo'g'iydi, ha? Balki u ast xarakterlik zaharlanish ekan. Men ko'r baqay.
San geldi, bu yoqqa kel. Tafsiliy tekshirib baqay. Hozir yakun chiqag'il bo'lmaydi. Bu odatdagi ish emas. Beni qo'g'irlab yemasak bo'pti-ku. Ay, kerak yo'q. Qo'rqib bo'shida ketdi. Qarama, ular hayotgan. Qaraganda beligimni o'g'irlab yo'g'irlar uchun sizlarni jazolashimdan hech qolmabdi. Men unutgan bo'ldim. Mastigi yosh. Meni kechirgin, baro kechirgin. Hammasi semizni kasabdi. Sen yo'l ko'rsatgan, endi sen qarmayman. O'zim yolg'iz o'zim o'tmakki. Sen bilan herkes aralashmayman. O'limni o'ylasamlar. Billa o'layli, endi bayliq qizdimayli. Bayliq topamidi? Bu narsa nereden kelgan? Nimaga ishiltildi? Albatta, insonlar yasagan. Ular har qatim narsa yasaganda ustiga iskilit chizib qo'ydi. İnsanlar mushundaq narsa bilan hayvonlarga taqobil turdi. Bundan keyin mushundaq narsani ko'rsanglar, hargiz yaqin yo'lamanglar. Chashqanlar o'lib qolmas? Eliqi beliq zaharlanmagan ham ularning oshqozoni yaxshi bo'lsa. Men bek pushaymon qilyaptimi? Bizning o'zimizni qo'g'dashga amalimiz yo'qmi? Ba, yuqori yaqinga erlik ölmeydi o. Tortatib, eqib kelgan mushundaq sanduqlarni to'sib olsaqli bo'ladi. Qandoq tor? Qaranglar, biz uzun tor to'qib, o'stanga tatib qo'yamiz. Shunda qilsak, zaharlik to'ri sanduqi eqib ketmaydi. Shuning bilan hammasini suzib olamiz. Endi tor to'qishga tayyorlaninglar. Pelak inchki daraxshiga xumush degandek narsa boyli. Men bek azrayaptiman. Bek og'rib ketyapti. İlohim, ular xatolashgan, iliq biliq, zaharlanmagan bo'g'iti. Shunda aldirab yegan chiqish qilmaydi. Endi tugashdi, xudoyim. Tugashdi. Endi qanday qilamiz? To'xtanglar, o biliqni zaharlangan. Ishki chashqan yegandan keyin o'lib qolamizmikin deb ansiramaydi. Bu rost. Yana bir hasharat to'g'ri sandiqlangan. Yaxshi. Yana kuchanglar. Hayrat qilinglar. Baro. Nima oldu? Tata. Nima oldu? Chim bektilmabdi. Qaranglar. Bu sanduqni qandoq qilamiz? Ko'mib etayli. Bo'lmag'idek. Unda qilsak yanala tuproqni bulg'aydi. Boshqa amal bo'lmasa. Shundoq. O'tdanroq bir amal topayli. Buning bilan ish tugamaydi. Yanala bulg'aydi. Undaq bo'lsa, o'ptanroq amal teping. Topolmayotmamdim shu. Yo'q. U jo'yilyotdi. Berib qarab beqinglar. Ular qandoq qaroq? Men ko'rib baqay. Bo'ldi. Saqibdi.
Qo'zg'ab yana ichyotdi. Sizlarda xatardan qutulmadinglar. Ularni qo'rqitib qo'ydim. Adinaroni qashib boraylik. Bu jazo bek ig'ir bo'lib ketdimi qandoq? O'lsakmi, uxlab qolganda o'lsak bo'ladi. To'g'ri deding. Sezmayli qolsak. Qanday qilib bo'lmasin, to'r tatishdan qutulib qoldik. Yana bir sandiq ketdi. O'tmanglar! To'g'ri. Qutqaring! Ular bu yerda tursa o'ladi. Qani chiqqan, ularni to'sib olaylik. Sandık yerilsin tügüşüdü. Aa! Menimce hayvanlarning ba'zilari hamon zaharlanib o'lgidek. To'g'ri dedi. Bilishimiz kerakki, bu dunyoning yetarsiz yerlari mubah. Ba'zilar o'zlarining ideyasini boshqalarga zo'rlab tangdi. Boshqalarning dard holi bilan hisoblashmaydi. Bundan keyin men kuchimning yetishicha aql farosatim ham qobiliyatimni ishga solib, ko'pchilikning taqdirini o'zgartiraman. Shaxsiyatchilik ham ahmoqonlik bilan kurash qilaman. Undaqda sen teximi zo'r jur'atdan kuchga muhtoj bo'lasan. Yash senba ko'pchilikning taqdirini o'zgartirish uchun botirlarcha olg'a ilgirlamoqchi. Undaqda boshqalar qilolmagan ishni ular qila olamdi. U ham uning do'stlari yana qanday ishlarga yo'l qo'ydi. Buni keyingi qismdan ko'ringlar.